Assalomu alaykum. Men Jumayeva Gulchehra Ne'matovna. Yoshim 59 da, kasbim o'qituvchi. Hozirgi vaqtda nafaqadaman. Men 2021-yilgacha juda ko'p kasalliklar bezovta qilar edi. Boshimda og'riq kuchli edi, davlam baland edi. Yuragim og'riydi, orqam bilan og'riydi, chap qo'lim ham og'riydi. O'ng oyog'im tizzasida og'riq juda kuchli edi. Yurilmay qolgan vaqtlarim ham bor. Bo'ynimda astroxondirozim bor edi. Keyin tomog'im og'riydi, yo'tal ko'proq bo'laydi. Yo'tal bo'lmagan vaqtda ham deb yurish odat bo'lib qolgan edi. Tomog'imda xronический kasallik bor edi. Shunday bir vaqtda shu kasalliklardan shikoyat qilib yurgan vaqtlarimda sponsorim Quldasheva Laborxon Yaponiya mahsulotlaridan ichayotgan ekan. Shu vaqtda menga ham tavsiya qildi. Men ham ofisga bordim. U yoqda liderlar prezentatsiya o'tdi, tushuncha berdi. Shundan keyin men ham olishga qaror qildim. Hamkor bo'lib a'zo bo'lib oldim va kalsiydan 10 kun bir donadan til tagida surib ichdim. 10 kundan keyin kalsiyni 2 donaga chiqardim til tagidan so'rilish bilan koenzimni suv bilan ichishni boshladim. Shu 10 kundan oshgandan keyin men natijani juda yaxshi sezdim. Bosh og'riqlarim qoldi, davlenam chiqmay qo'ydi, yuraklarim ham og'rimadi. Asab tizimlarim ham charchab ketgan ekan. Asablarim joyiga keldi, Allohga shukr. Tizzamda og'riq yo'q bo'ldi. Men osmonga bulut chiqsa, kun salqinlashsa, bo'ynimga sharf tashlab yurardim. Shu 2021-yil qishda o'zim bilmagan holda shu bo'ynimga sharf ham tashlamabman. Keyin yana natijalarda eng his-hayajon bilan aytilayotgan zo'r natija, meni chap qulog'imning orqasida o'rik donagiday g'urram bor edi. Shu g'urramni o'zim bilmabman, yo'q bo'lib ketganini. Shu mahsulotni ichish davomida qulog'imning orqasida g'urra so'rilib ketibdi. Biz bu mahsulotdan juda yaxshi natija ko'rganmiz, oilaviy. Qizimga ham olib berganman. Qizimni o'tida no'xatdek o'smasi bor degan ekan, faqat kakraydi, kakrishdi shundan deydi. Shu mahsulotni ichgandan keyin kakrishi mutlaqo yo'q bo'lib ketdi. O'g'limning oyog'i og'riydi, tizzasi o'g'limda ham oyoq o'tirishda oyog'ini uzatib o'tiraydi, tizzam og'riydi deb. Shu mahsulotdan kalsiy va koenzimdan ichgandan keyin o'g'limda tizzasida ham og'riqlar yo'q bo'lib ketdi. Biz bu mahsulotni oilaviy sevib ichamiz. Kalsiy, koenzim, super omegasidan ichdim, Forbiutisdan ichdim. Keyin yana natijalardan eng yaxshisi nevaram tengqurlaridan bo'yi pastroq bo'lib yuraydi. 2 oy to'liq ichganda tengqurlaridan bo'yi o'sib oldi. O'sib ketdi tengqurlariga qaraganda. Biz bu mahsulotni juda sevib iste'mol qilamiz. Hali ham to'xtatganim yo'q. Kalsiy koenzimdan ichib yuribman. Greenway kompaniyasidan ham hozir mahsulotlardan olib turibmiz. Mana savunlaridan, zubniy pastalaridan olganmiz. Gel dazmollaridan. Yaponiyani bu mahsulotlariga gap yo'q. Hammasi Greenwaydiki ham tabiiy. Hammaga tavsiya qilaman. Sog'lom bo'laman degan odam bu tabiiy mahsulotni olib ichish kerak ekan. Biz juda zo'r natija ko'rdik. Kompaniyamizni asoschilariga, meni shu kompaniyaga olib borgan sponsorimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tabiiy mahsulotdan olingizlar, ichingizlar.